Assalomu alaykum mushtoqlik qarindoshlar. Mushu o'zbek arab tilini o'zbek tiliga tarjima qilishni o'rganganki. Bizning Uyg'urlarning ichida shu arab tilini Uyg'ur tiliga tarjima qilishni o'rganganlar bor. Hamma millatning ichida bor. Hamma millatning ichida bor. Lekin Qur'on to'g'riliq tafakkur qilib boqmagan, izlanib boqmagan, Qur'onga rasmiy tafsiliy qarab, Qur'on zodi qanday bir insoniyat dunyosiga qanday bir narsani o'tirib qo'ydi. İnsanların qandaq o'rtaq mayli dinga e'tiqod qilganlar bo'lsin, e'tiqod qilmaydiganlar bo'lsin, qandaq o'rtaq yashaydigan bir belgilimini, bir tinchlikni, bir xotirjamlikni o'tirib qo'ydi. Yoki Qur'on doimla shu o'ziga iymon keltirmagan odamlarni o'ldirishga buyurumdi, yoki ular bilan tinch bir yashaydigan bir muhitni, shundoq bir sharoitni akilishga buyurumdi. Bu temalarda qat'iy tafakkur qilib boqmagan, qat'iy izlanib boqmagan, qat'iy Qur'onning oyatlarini bog'lab bir-birisiga bog'lab tushunib, bu mandaq bir maqsadda Muhammad alayhissalomni eng oxirgi payg'ambar qilib, Qur'onni o'zgarmaydigan bir muqaddas kitob qilib, qiyomatgacha hech kim inson va jin birlashib turib uning o'qishini keltirolmaydigan ashunda bir holatga kelib tikanda demagan arab tilini shu uyg'urchaga o'zbekchaga tarjim qilishni o'rganib olganlar ashunda bir odamkan ma'lum. Endi bu nima deydi desak, Sura Tövbening 29-oyatini o'zibla, ilibla ularni o'ltiringlar degan, ular bilan urushinglar degan, ularni qatl qilinglar degan, ya'ni ularni o'ltiringlar degan o kofirlarni deydi. Bu yerda qaysi kofirlarni o'ltiringlar degan. Sura Tövbening oldidagi, bu suraning oldida keldi deyman. Ya'ni shu Sura Tövbeda keldi. Ularni uchratgan yerda o'ltiringlar degan oyatmi bor. Uchratgan yerda o'ltiringlar deganlar kimlar? Bu yerda ya'ni ularni o'ltiringlar da'vatqanlardi, ya'ni kimni da'vatidi? Kimni da'vatidi? Ayada ular bilan chiroyli urush qilmaslik to'xtam tuzib. Dushmanni o'zligidan kuchli ko'rib ketib, bu Muhammadning qo'shini endi tugaydigan bo'ldi deb satqinlik qilgan. To'xtam va xoinlik qilgan, dushman tarafga o'tib ketganlarni uchratgan yerda o'ltiringlar deb kelgan oyat. Uchratgan yerda o'ltiringlar deb kelgan oyat. Ma oyat Sura Tövbening 29-oyati. Ular taz tinchlik kelmasa, tash tinchlik kelgicha ular bilan urushinglar. Ular bilan urushinglar, ularni o'ltiringlar vaqti kelsa, o'ltiringlar. Ya'ni tinchlik kelsa, barobarlik kelsa, xotirjamlik kelsa, ular bilan urushmaydi. Agar u tinchlik kelmasa, ta ular tinchlikni e'tirof qilib, ya'ni davlatga to'lash tegishlik iqtisodni to'lab, zakat bo'lsa zakat, boj bo'lsa nima, jizya, fidya, ya'ni davlatning shu qonuniga to'laysa degan shu bojga, to'laysa degan shu iqtisodga bo'ysunib, shu tinchlikqa xotirjam kelganga qadar taslim bo'lib, shu tinchlikqa, shu xotirjamlikka kelganga qadar ular bilan urushinglar, ularni o'ltiringlar degan gap. Oyatda xoinlik qilganlarni uchratgan yerda o'ltiringlar deydi. Xoinlik qilgan, satqinlik qilganlarni. Mayada cho'lsa tinchlikni buzgan, tinchlik kelmagan, tinch bir jamiyat barpo qilishga to'sqinlik qilsa desa, uni o'ltiringlar deydi. Kofirlarni oyatimi uchratgan yerda kofirning hammini o'ltiringlar demidi. Mayadimi kofirlar o'zi o'ltiringlar demidi. Nima uchun bunda deysa desa, bular Qur'onni tushunmaydi, bilmaydi. Qur'on Sura Mumtahinaning 8-9-oyatlarda sizlarni yurtinglardan chiqarmagan, sizlarga tajovuz qilmagan kofirlarga yaxshilik qilishinglardan, ularga yaxshi muomala qilishinglardan, ularga yaxshilik qilishinglardan Alloh sizlarni to'simaydi degan oyat bor. Sura Baqarada tajovuz qilinglar, tajovuz qilmanglar deydi. Sizlar ustunlikni egallagandan keyin tajovuz qiluvchilardan boshqalarga cheqilmanglar deydi. Sura Yunusning 99-oyatida seni biz ularni musulmon qilib berdik. Agar uni biz iroda qilgan bo'lsak, biz
özümüz Müslüman kılıp ettik. Sen yetkizip koy ey Muhammed Aleyhisselam. Senin onunla hakkını yetkizip koyuş mecburiyetin var. Ulanı Müslüman kılış mecburiyetin yok dedi. Onundan başka ayetlerde onun Müslüman buluşku zorlama diye ayet var. Zorlama diye ayet var. Sure Kafirunda lekum dinikum veliyedin. Yana onun mu dini üzge, senin mi dinin üzenge, benim mi dinim üzemge dediği ayet var. Tinişlikta beraber bir tiniş bir cemiyetini berpa kılımız dese, o özden dinini kılıp şu tiniş cemiyette şu kanun aslında yaşsa, onu bir kadın öldürdüğün nerse emez o. Mavu manı moşundak öldürünler depla şu ayetlerini Kur'an'ı tefekkür kıp bakmayı, oylap bakmayı, Kur'an kanda bir cemiyet berpa kılışını otur koydu. Onu oylap bakmasıdırlar manı moşunda ayetlerini üzüp ilipla Arap tilini ügünü vagan. Lekin Kur'an kanda kitap o doğruluk tefekkür kıp bakmagan. Hem de ikinci bir mesele, ikinci sözü de Yahudiler bilen Müslümanlar uruşmay turup kıyamet bulmaydı diyen Peygamber Aleyhisselam deydi. Kıyametning bo'lishini Peygamber Aleyhisselam Yahudi bilan Müslümanlar bir urushmoqcha kıyamet bo'lmaydigan ashaga akelib bog'lab turibdimish. U bo'lmasa kıyamet bo'lmaydi debdimish Peygamber Aleyhisselam. Voy Qur'onda sura Arafning 187 188 oyatlarda, yani boshqa suraning qaysi 19 oyati bir suraningki. Shuningda sura Arafda ular sendan qiyomatning qachon bo'lganligini so'raydi. Men bilmayman degan. O kıyametning qachon bo'lganligini Parvardigorim o'zi biladi degan. Ba'zilar seni biladi deb o'ylab qoladi. Kıyametning qachon bo'lganligini Allohning biladiganligini ozgina odamdan boshqasi bilmaydi. Allohning biladiganligini ozgina odamdan boshqasi bilmaydi. Seni biladi deb o'ylab qoladi ba'zilar demoqchi oyatda. Bir ayette kıyamet nime? Senin onun bo'ladiganligini bilmeklikin nime? Sen bilmeyse onu kıyametin qachon bo'ladiganligini o shundoq ushtim tutkilidi. Onu faqatla Allah biladi onun deb Muhammed Aleyhisselam'a kıyametin qachon bo'ladiganligini deb bermagan. Ve Muhammed Aleyhisselam'ni bilmaydiganligini cho desa, bizga shu oyatlar bilan deb bergan onu. Kıyametin qachon bo'ladiganligini Muhammed Aleyhisselam bilmaydi. Bu cho desa Yahudiler bilen Müslümanlar bir uruşmay turup, sokaşmay turup, kıyamet bulmaydı deb Muhammed Aleyhisselam kıyametten bo'lishini Yahudiler bilen Müslümanların uruşmağıça kıyamet bulmaydı deb demiş. O kıyametin qachon bo'lganligini sen bilmeyse davassa, sen kim kıyametin bo'lishini bilmek kim davassa ayette şu derecede qattiq so'zlayapsa, o ushtum tutkilidi, tuyuqsiz kelidi, sen bilmeyse davassa. Muhammed Aleyhisselam kıyametin qachon bo'lganligini Yahudi bilan Müslümanning urushiga bog'lab, shu urushdan keyin bo'ladi demdi. Hem de aşınından kaynaklar Yahudiler bilan Müslümanlar uruşidi degan narsadan kaynaklanıp çıkan, yani Yahudi düşmanligini, Nasara düşmanligini, başka kafir bilan çatqınız yok. O kafir uladımı ötep ketip alsa, uladımı eşeddi tutsa, onun kılıvatqını közgü görünmey, Yahudinin yamallıqını sözlegen, aşağıdan kaynaklanılan bir hadis var yani. Onu mu sözləvadı da? Aşı uruştun kin, Yahudiler bilan sizler uruşqanda demekçi. Yahudi bir taşның keyniga ötüp alsa, taş mening keynim diye Yahudi demiş. Daraxtning keyniga ötüp alsa, daraxt mening keynim diye Yahudi demiş. Fakat bu dünyada kafir aşı Yahudidekla. Yahudiden aşırı bitpağan kafir yok dekla. Mana moşundaq nəslərini din deb sözləydi. Jığıb etqanda gapning beshiga kelsak, Arabchini ügengen bilen Kur'an'ı incilep, resmi tekşirip, Kur'an qanday kitap, qayerda kimni o'lta devatıdı, qanday şaraitda aslida o'ltamay tinish xotirjam birga yasha devatıdı. Bu yerda o'ltirishga buyurayotganni qaysi endi? Dali bir azraqli o'ylasa, azraqli oyatning 5'i oxirini o'qisichi desa, ayada xayrlik qilgan, satqinlik qilgan, to'xtamni buzganni uchratgan yerda o'lta deydi. Meyade ço dese tinçlik kemmey cahillik kılıp şu tinçlikni buzulgan.
İslamda xotirjam bir dinni, xotirjam bir yo'lni o'ttirib qo'ydigan, Qur'onga qarshi chiqqan, ya'ni Qur'onning shu chaqiriqqa qarshi chiqqanni o'lta deyotgan narsa. Mana shunda uzib ilibla bu nimalar? Oyatni shunda o'lta debla kichigina ballarni yig'ib ashta narsani o'qib turib uningdan keyin ay kofir deganni ko'gal yerda o'ltirdi ekanmiz. Musulmon zodi kofirni o'ltagini kelgan bir narsa o'xshaydi. Kofirni o'ltirish uchun imoyatga o'xshaymiz biz degan bir hukm paydo qilib qo'ydi. Muhammad alayhisalom kofirni o'ltirish uchun dunyoga kelgan emas. Nurg'un oyatlarda Alloh uni qandaq bir dinni kelganligini, qandaq bir narsani o'ttirib qo'ydiganligini so'zlab berdi. Nurg'un oyatlarda. Tinch, xotirjam, nayt güzel bir jamiyat barpo qilishni, o'ttirib qo'yishni, shuni bilan Muhammad alayhisalom Madinada aşı o'ltirib o'taydigan, ularga kuch yetadigan sharoit turibmi, ular bilan birga bir jamiyatni, tinch bir jamiyatni barpo qilgan. Unda uchratgan yerda o'ltirang degan gap, hammani o'ltirang degan gap emas. Gap emas. Tinchlikni buzgan bilan ash xoinlik qilganni o'lta degan gap. Demek dinni bilmeyse, Kur'an'ı bilmeyse desek unumay kap olaydı. Nurgun kıyırındaşlarmış Arapçı bilge adam dinni bildi. Arapçı bilge adam dinni bildiğimiz nurgun Arap, Hristiyan, komünist, her xil biznes bop ketmeydi. Şu Kur'an'ı tefekkür kılgan, şu Kur'an'ı izlengen, şu Kur'an zaten kanda kitap dep aklını işletken adam bildi o dinni.